Assalomu alaykum. Bugun sonli ifodalarda hadlar sonini aniqlashni o'rgataman. Esingizda tutib qoling, sonli ifodalarda hadlar sonini aniqlab olish masalani to'g'ri yechishni bir 50% ni bajardingiz degani. Bu yerda e'tibor berishingiz kerak bo'lgan narsalar har doim ifodadan plyus yoki minus ishoralarini qidiring. Mana birinchi ifodamizda ikkita plyus bor. Demakki, bu ifodada 3 ta xat bor. Mana bu birinchi xat. Mana 9 ikkinchi xat. 4 ko'paytirilgan 2 uchinchi xat. Ko'paytirish va bo'lish amali hadlarga ajratmaydi. Faqatgina qo'shish, ayirish amallari hadlarga ajratadi. Ya'ni 2 bitta xat, 9 bitta xat, 4 ko'paytirilgan 2 uchinchi xat. Hadlarni har doim ajratib olish kerak. Xuddi bu qo'shnilarga o'xshaydi. Alohida uylar. Mana bu esa qo'shnilar orasidagi devorlar. Endi ikkinchi ifodamizda bitta minus bor, mana bitta devor va bitta plyus bor. Bu ham bitta devor. Endi bunda 3 ta xat bo'ladi. Chunki ikkita qo'shish va ayirish amali bor. Har doim qo'shish va ayirish amallarini qidiring. Mana bu birinchi xat, mana bu ikkalasi ikkinchi xat. Bu ikkalasi esa uchinchi xat. Keyingi ifodada xuddi bittaday turibdi, lekin qo'shish va ayirish amallarini yana izlab ko'ring. Mana bu yerda bitta minus bor, mana bu yerda esa bitta plyus bor. Mana bu qavsning ichidagi minus kiradimi yo'qmi desangiz, bu mana bu qavs ichiga solib qo'yilgani uchun mana bu yer hammasi bitta uy hisoblanadi. Mana bu ikkalasi bitta uy va mana bu alohida bitta xonadon. Plyus va minus ishoralari esa devorlar. Mana bu bitta oila, bu bitta oila, bu bitta oila.